san'atkarning ustozi. Xalq san'atkarning madadchisi ham qo'llovchisi. Xalqning hurmat iltifoti san'atkor uchun mangulik bo'ladi. Tövəndə biz səhnimizə İdo Çobanımız, Abdikerim Abdiz bilan Temirxan Rozani təklif qilamiz. Ularning ijrosida ko'pchilikning huzurida sunmoqchi bo'lganimiz İdo Kona Ayaq. Men qirqqa kirginim rasapmısak Men yana boytaq sakalga kirdi ak Men yana boytaq sakalga kirdi ak Ak gönül bir xutluğumның destidir Mana hemra kör çapan eski yatak Ak gönül bir kut Esselamu Aleyküm. Oy, ve aleyküm esselam Gelin. Kesler. Amin. Amin Allahu Ekber. Allahu Ekber Siz Men. kim bo'lasiz? Men bo'lim Ufkan. Siz bo'lasiz, siz zodi kim bo'lasiz buda demamsiz. Estağfurullah. Bu mening kimligimni ajablik surishtirgingiz kelib ketgan. Mana qildi. Unda vos meni yaqin kelib propiqing. Mening kimligimni shu zaman bilasiz. Qo'yga unda gapingizni. Keling, meni bir propiqing Ufkan, keling. Qanda, tonush, biroq kelayotganda. Nerede va tapirab ketibsiz-ku? Qaysi Ufkan? Chimanlarning ichida nozik chiman bor degandek, shu badbo'y tapiroqning ichida bir xil xushbo'y piroq bor. Siz burun bu piroqni pirab bulanmagan. Mana men hozir shu piroqdan bahri ilayotgan odamman. Ya bu piroqning gapini qo'yib, gapning poskallasini daga kim bo'lsiz, nima keldingiz buda demamsiz. Ufkan, men deydigan sal xijlab qoladi ekanman. Ha, xijlamay davr. Estağfurullah, davrayma. Ha, da. Ufkan, men bizning xotinning eri. Nima? Bizning xotinning eri deb gap bo'lamdi. Ya bir xotin ishimiz bir sheriklash bo'lmasa. Ufkan, siz nima bilasiz? Bir xotin ishimiz sheriklashib oldik demedim. Faqat ilgari keyinlik masalasi bor. Men burun siz qadrga yetmay qo'yib aytgan xotinni mana men hozir og'izlab o'z ixtiyorimga, o'z nikohimga oldim. Shaxsiy. Nima demoqchisiz? Nima keldingiz? Demak ishingiz bor. Dashkash danamida. Adam ma'va. Voy, nima vaqirayli Ufkan? Boshlar namoyishda olib qolmagan do'stlar. Hey. Bu jahonda ne qizlar tursa? Ha? Ya o'tab tish shu xotinga yo'liqdingizmi? Mayli Ufkan sizlar. Qaraganda siz. Ha, bek deb ketdi Ufkan. Men ash xotinga yo'liqdim, gap bormi? To'qining teristatli xotinning qaristatli degan anglamaganmi? Anlagan. Ayaqning polis yaxshi, xotinning engiz yaxshi degan gapni anlagan. Nima dedingiz Ufkan? Ayaqning konisi yaxshi, xotinning yengisi yaxshi degan gapni anlagan. Belli. Xotin sizga koni bo'lgan bilan Ufkan bizga chip chesti. Yengi. Jin er kishini qo'yishga tushmasiz. Manda ses qilib to'liq qo'sqimni piju qilmisin jumay Ufkan. Nima gap qilmasam? Qaraganda siz koni oyoq amroq o'xshaysiz, ha? Ha, men shu oyoq uchun keldim. Oyoq? Ha, qaysi oyoq? Ha, burun siz eliqib bizning xotin bilan, yo'q, mening xotinim bilan burun to'y qilgan chaqda, to'y kuni fitiq oyoq kiygizib o'tgan bo'g'idingiz Ufkan, yana oyoq o'tganmi ya? Ha, shu oyoqni sizlar ajrashtirgan chaqda men unutib qolibdi-ki. Men sen badi ketim, sen ekepman, sen badi deganda men keldim Ufkan. Bo'lmasa, bu yer kelishmaymiz, endi xotin degandagi bunda bir ashdan chiqmasa bizni qandam akishligini ildab Ufkan. O'g'londa chiqibsiz.
Babana. Kimda chiqibsiz? Echqina. Sizga bir adam chaplab qo'ymagandan keyin shazib qilib echqimla. Ma'qul, men qarab boqay. Balib qolsa men chiqib beray. Nima gap qilmasam vaqirardim sut tapanchisi. Mesela çektir Facebook şudu mana. Mana, o'sha shudu. Nemizkan bu? Paxtlashib qolgan juvaldek loyaqina bu. Yey, ma'ning chami ya traktorning kenjaqi bu. Men nim bilma. Mana qilibkan, mani yo'lda ko'tarib yursam sat turdi. Mani sag'idek yaxshi uyingizda bir xalt degandek bir narsa. Yo'q, men o'zim ko'tarib meni. Nafkam. Ma'qul uzatmadim. Kelma, vaqtim kelib turibkan. O'tirib hech mangmay. Yana o'ldiraq o'ylashib ketgan bir narsa unutilib qolmisan. Nima? Bir narsa? To'g'ri. Xotin atga ras bir yotqanning qip unutilib qolibdi degandek qilib deyapkan. Iliq Reshidis o'zi o'qitguncha mendan nezbazlik qilgandek. Qarab baqamsiz shuningga. Yo'q. Men uni ko'zimni ko'rmisida ben aqlat sandiqqa tashlab etgan. Rasmi ya? Ras, tashlab etganman buni. Unda bo'lsa obdan qilibsiz ukan. Bo'lmaskin, xotin menga uni akitib, menga yetib qo'ysa kim? Men siz birab qolmadim ukan. Naqdan menga. Xudoim qamar ukan. Tomoqqa qo'nab bo'lsa. Ya, Nazirdan kelgan ukan men ishim bo'lmaydi. Ma'qul, keyin kelma. Qishlab mas'ul bo'ldi. Qishlab? Qishlab? Qishtiras xotin kishtigan palto-maltodek bizim kelibkan, ha? O xotin shuni qaraganda bir jilitga paltodek bizimlar qolib qolmoqchiman bu oyda. Yo'q. Hech nimiz qolmadi ma uyda. Ma uyda men yo'q chaqda hammani akib bo'lgan. Ma uyda hech nimiz qolmadi deb aytmay tushundingizmi? O qavalda xotin jumasi ketgandiki. Ma'qul, men mangay. Uzatma bo'ldi-kan, men kiyani. Astagfirullah. Fikam. Yo'q, men deganim vaqtlar ancha-muncha bizning maliga, o'y-poyliga eng yaxshi bamislar fikam. Rahmat mangay. Bu chapinim qaldimi ya? Fikam. Ma chapanmi ya? Yo'q, bu chapan emas, ishton. Ko'zlarga ishton kiyib olmaganlar fikam sizlar. Chapanmi u? Mana. Chapan, mening chapanim, sep qo'yam. Keldimi ya? Ya, kelmi dema, kalti kelib qoldi, sep qo'yam. Hech vaqasi yo'q fikam, men buni to'y kunda, yet bayramda kiydim dedim. Uy ichida kiyib o'taman. Ha, mening chapanim sep qo'ying da'atma. Fikam sizlar ufishqmi ya? Ma gapni? Ne ekansan? Ha. Chapan mening deydigan bir paket bormi fikam? Bir ayat ismlari, ya bir atlar bormi? Gap qilsa. Bopta sizga qilgan so'g'an bo'lib qolsin, kim ketinglar bo'ldi. Jab to'ydarmi addash? Fikam. Oh! Ma, tutama. Nima? Bu tutama ya? Ya bu tutma emas, hech nima emas. Nima? Ishim emas? Bu hech nima emas. Ishim emas olsa, yaxshidan sizlarga lazım emas ekan bu, ha? Bak, aytmangaysiz. Lazım. Ya bu ishim emas ekan bu. Ya tutma, menga lazım. Ya, meni tuttirib qo'yib qo'yam. Men qasam men gap qilmay aytmagandan o'zlari sal bilsizmi ekan? Men tutasi kimdan qolgan? Qiynatamdan qolgan. Xas qaynotlardan. Bo'ytaq. Yo'q, ayolimning dadisidan. Burun ayollar kimning xotini? Sizlarning. Qaynot kimning? Sizlarning. Demak, dutta. Kimning? Haq yo'q qilmaymiz ekan biz. Eras. Ma bizning xotinning ancha munchiligi, gilamning, kigizning ko'pini taylari tiqib qo'ydigan pul, kapa deganda bizlar oldigan. Bormi ya? Yo'q, hech nimasi yo'q. Ma uyda shig'li bizimisi yo'q. Kim chiqib qolsa fikam, sen pan dishib qolmaylikmi? O'sla. Voy, men rost aytaman, ma uyda hech nima yo'q, hech nimasi qolmadi. Obda o'ylab basli fikam. Mening sal achchig'im yamarashmas ekan. Unutilib qoldi. Gap qilsa, bir muhim narsa unutilib qoldi. Desa, men qoldim. Ha? Men qoldim. Meni aytsangiz, ma uyda hamma narsa ketgan bo'lasiz. To'g'ri. Uyda ish qilgan birdan kom tefkam. Desa. Voy, menga bu mening o'yim yolg'iz bir yig'izlik tursa, u yerda xotinmi tursa, sen apasam chatar chiqmanda. Allah, matlsin nima qilganda? Voy! Chima. Ibrahim jamma. Yaqla. Nima? Ana oyoq kelgan. Nima? Xotining bir aksidan atigan. Gangjo qishkatda? Uyning narsalarini hamma setib, uyini setib? Hey, jinim bag'rim uyini setib, men kechdi najatimi? Xotirjam bo'la, ma uyda yetib qolsin. Kechdi kelay. Voy, menga shuni qila adash. Ma'qul, hozir xotinni topay, ma'qul. Astagfirullah. Qanda
Xotinning qaysi tatqimki? Ha, to'qining terisi tatliqga. Sen anmagan bo'lsang, anmaytman xotinni men. Sta adashma chumuchungni. Olama ishtiningni. Tutama juvavangni.